Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Xo'sh, uysiz odam menga anchagina pul berdi. Menimcha endi hammasi yaxshi bo'ladi. Jin ursin, Grox mening uyimda ekan. Bu ham qarg'a tishmasdan eshik tagiga kelib oladi. Grox, uzr, men ozgina kech qoldim. Ish bilan band edim. Qayerlarda yuribsan ha? Sen uchun aholidan soliqlar yig'ib keldim. Qara ko'pligini. Yo'q, tavba, buncha pulni sen qayerdan olding? Qanday tushuntirsam, halol mehnat. Bilasanmi nima? Men seni lavozimingni ko'tarmoqchiman. Yo'q, Xo'sh, qurbaqajon, soliq mavsumi mana bunday boshlanadi. Biz soliqlarni boshqa qishloqdan borib olamiz. Kunning oxirida hamma soliqlarni Groxga ketirib beramiz. Agar ketirib bermasak, hammamiz o'lamiz. Bo'ldi, tushunarli. Birinchi mana shu qishloqdan boshlaymiz soliq yig'ishni. Birinchi marta men senga ko'rsatib berishim kerak. Shart emas, men hammasini tushundim. Bu oson ekan-ku. Qani ishni bilmasam boshladik. Hoy, menga qurollingni to'g'rilama. Men seni ustozingman. Uzr. Birinchi nimadan boshlaymiz? Qani eshikni och, soliq mavsumi boshlandi. Mana chiqyapman. Mana hamma soliqlar joyida. Mana shunday qilib soliqlar yig'iladi. Bu oson. Tushunarli. Keyingi uyda? Ha, keyingi uy bilan sen shug'ullanasan. Qani boshladik. Oy, qani eshikni och. Soliq mavsumi boshlandi. Mana boryapman. Yashab ol. Keyingi safar soliqlar ham joyida bo'lsin. Bo'ladimi? Qurbaqajon, meni lol qoldirding. Qani endi qo'shni qishloqqa boramiz. Boymurod, soliq mavsumi boshlandi. Menda hamma soliqlar joyida. Men ertalabdan kechgacha itday ishladim. Yomonmas, shunday davom etaver. Qani endi keyingisi. Davronjon, yana uxlab qoling bolaginam. Soliqlarni bermaysanmi? Baqirma. Bugungi ish kunim yomonmas. Shunday davom etaversang, biring 2 bo'ladi. Saytnazar, eshikni och, o'lib qoldingmi, nima balo? Qani mullajiringni chiqar. Alisher, nima gap? Menda bor yo'g'i shu, boshqa pulim yo'q. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Mana hamma soliqlarni oling. Men sizga bir gap aytmoqchiman. Sizning YouTube kanalingiz menga juda ham yoqadi. Rahmat. Bunaqa gaplarni eshitgandan keyin keyingi qismni ham chiqaraman. Mana hamma soliqlarni Groxga berish vaqti keldi. Men tayyorman. Qani soliqlarni bu yoqqa olib keling. Yo'limni to'sma, yo'qol bu yerdan. Grox, nima gap? Bunga qara, men qancha soliqlar yig'ib keldim sen uchun. Ish vaqtim tugadi, endi kechqurun bo'lishini kutishim kerak. Ungacha nima qilsam ekan, ha? Bir maktabga borib kelaychi. Yana sen keldingmi? Sen endi soliq yig'uvchi bo'ldingmi? Ko'rib turganingizdek shunday bo'ldi. Sen birinchi kun kelganingda yo'q bilgan edim sen omadli ekanligingni. Yo'q, meni bu qizdan yomon ko'rardingiz-ku. Sen hech bir nazorat ishi topshirmasdan testdan o'tding. Yo'q, ancha o'zgarish bor sizda. Yana bu yerda nimadir bo'lyapti. Mayli, mana shu yerga o'tirib turaychi. Yo'q, dohiymiz Grox, axir bu soliq yig'uvchi-ku. Bu menman. Endi men bilan ozgina уважительно gapiringlar. Mana bu minbarga ko'tarilib, ozgina bizga motivatsiya bera olmaysizmi? Albatta. Hammangizga rahmat demoqchiman Groxga sig'inayotganlaringiz uchun. O'ylayman, kelajakda menga ham ta'zim qilasizlar. Mayli, hali yana ozgina vaqt bor ekan. Bular bu yerda nima qilyapti? Sen bunga qara, sen o'zingni qurtoyman deb o'ylayapsanmi? Sen baribir bizni urvinimizda emassan. Yo'q, tifar ekan-ku-sanlar. Mana bu importni bo'lmish o'z pullarini qanday ishlar ekan? Qoyil. Qo'yili, rahmat senga ey puldor saxiy, rahmat. Mayli, keyinroq hali o'zim un bilan gaplashib qo'yaman. Hoy oshna, sen anavi qurbaqaga ishonasanmi? Bu o'zini lavozimini juda ham tez ko'tarib olyapti. Unga ishonmayman. Mana bu bomish o'zini tushimini sanashga ketyapti. Sezdirmay orqasidan borishim kerak. Xush. Hech kim ko'rmasdan sekingina surish kerak. Tushunmadim, u bomishni qanday ko'rmadi? Qani 1, 2 ketdik. Davay. Qani tezroq. Menimcha hammasi joyida. Xo'sh, tayyormisan? Men tayyorman hammasini gaplashib olishga. Qani, bilmasam boshladik. Men boshida yo'q bilgandim unga ishonmaslikni. Jin ursin. Xo'sh, endi keyingi reja haqida gaplashib olsak. Xo'sh, mayli, qani orqamda yur. Yo'q, to'ba, bular kim bo'ldi endi? Meni ko'p pulim bo'lganligi uchun mana bu aholiga men sponsorlik qilaman. Shu katta armiya aholisi bilan imperiyani qo'lga olmoqchimiz. Qo'yili, tushunishim bo'yicha biz imperiyani qo'lga olmoqchimiz. Xo'sh, bu aholi buni qanday amalga oshiradi? Hamma aholi Groxning qasriga bostirib boradi, keyin Groxni o'ldiradi. Xullas, bizning rejamiz mana shundan iborat. Mayli, rejalaringiz menga yoqdi. Men ko'rdim, u mana shu teshikka kirib ketdi. Uysiz bomish ham mana shu teshikka kirib ketdi. Lekin nimagaligini bilmayman. Javohir, buni ko'ryapsanmi? Pastlikni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Bu quduq to'la suv bo'lsa kerak. Ular bizni izimizni topishdi. Biz tezroq yashirinishimiz kerak. Bo'ldi, boryapman.
Ular pastga tushishi bilan ularga hujum qilasan. Bo'ldi, kelishdik. Ha, meni aholimni yashirib qo'yish esingdan chiqmasin. Tezroq qimirlash kerak. Qani bir pastga tushaylikchi. Ye onalaringni. Bu qanday joy bo'ldi? Oy qurbaqa, qani qo'lingni ko'tar. Oy, tasqara, nima gap? Qani qurolingni pastga Yaxshi, tushir. yaxshi. Nega hammadan yashirinib yuribsan? Bu pullarni qayerdan olding? O'g'irladingmi? Oy, qani orqaroq bor, bo'lmasa hamma Ha, pullarni. to'ppa to'g'ri. Hamma pullarni bizga bersang, biz seni ozod qilamiz, va'da beraman. Agar qarshilik qilsang, biz uni o'ldiramiz. Yo'q! Oy, oshna, ishongim kelmaydi sen bu ishni qilganingga. Men hali gapirishga ham ulgurmagandim. Bizga po'qin, sen Groxning imperiyasini sotding. Endi qolgan umringni qamoqqa o'tkazasan. Men oldindan bilgandim senga ishonish kerak emasligini. Qani tezroq qimirloshla, sen timsohlar imperiyasida emassan, ular sen bilan razbor qilsa. Bo'ldi, tushundim, mana boryapman. Yo, xudoyim, ustimdan kulyapsanmi? Men bu yerda 16 yildan beraman. Qani bu yoqqa kel oshna. Mana shu yerda sen qolgan 50 yil umringni o'tkazasan. Ye, hazillashyapsanmi? Sen nimani kutgan eding, qurbaqajon? Battar bo'l, tushundingmi, bitch? Ey, menga qara, iltimos, ey. Uf, ana endi shoshmasam ham bo'ladi. Yo, mani bobom rod. Ishongim kelmaydi. Qurbaqajon bizni sotdimi? Men o'ylagandim u imperiyamizga ishlayapti deb. Grox, sen meni ozod qilyapsanmi? Yo'q, mendan shuncha narsani yashirganing uchun chiqaraymi? Oshna, sen nega bunday qilding? Kimdan bo'lsam, lekin sendan bu narsani kutmagan edim. Grox, men afsusdaman. O'lay agar boshqa bunaqa ish qilmayman. Grox, iltimos meni bu yerdan olib chiqib ket. Meni ozod qil deyin. Yo'q, endi men senga ishonmayman. Agar sen qamoqxonadan qochsang, men seni shaxsan o'zim o'ldiraman. Ey, sen ustimdan kulyapsanmi? Shunchalik zo'rmisan? Salom oshna, sen bu yerga nima uchun tushib qolding? Men Groxdan juda katta miqdordagi pullarni yashirgandim. Shuning uchun menga 50 yil qamoq jazosi berildi. Hay yaxshi, bu unchalik ham yomon emas. Tushunmadim, nima demoqchisan? Men esa Groxning qizini o'g'irlab ketganman. Menga 428 yil srok berishdi. Tushunyapsanmi? 428 yil. 428 yil. 4 2 8. Tushunyapsanmi? 4 2 8. Ochimdan o'ldim, bir oydan beri narsa yeganim yo'q. Oy oshna. Oy oshna, mana seni bir oylik abiting, maza qilib yegil. Buni pomoyni chelakdan olib keldingmi? Ko'raylikchi nima ekan o'zi bu. Nima? Ya onangni. Do'stlar, zudlik bilan menga obuna bo'lmasangiz bo'lmaydi. Uf, men juda ham hozir og'ir ahvoldaman, lekin sport bilan shug'ullanish vaqti keldi. O'ngga chapga, uppercut. Mana Qurbaqajon ham sport bilan shug'ullanishni boshlab yubordi. Toki Grox uni bu yerdan ozod qilmaguncha. Grox uni bu yerdan ozod qilmaydi, lekin u bu yerdan qanday qilib qochib ketdi? Odda, mana buni ko'rinish desa bo'ladi. Mana bu trenirovkadan keyin bonkalarim yorilay deyapti. Yo'qda, o'zim topaman. Yana achigan shaftoli olib keldingmi? Yo'q, to'g'ri. Sivit. Quloq sol meni. Rejamiz hali ham o'z kuchida turibdi. Ey, shoshma, nimalar deyapsan? Men qishlog'imizdagi uysiz yosh bola edim. Hozir esa men qo'riqchilarning kiyimini kiyib seni oldinga keldim. Qani bu yerdan ketdik. Sen bilan yaxshi hamsuhbat bo'ldik. Omad tilayman senga. Senga ham. Oy, sen buni qayerga olib ketyapsan? Grox buni ko'rishni xohlaykan. Qurbaqa, qani to'xta bachchaqar. Qani meni orqamdan yugur, men eng qisqa yo'lni bilaman. Bo'ldi, men seni orqangdan kelyapman, lekin bizni orqamizdan o'tyapti. Qani o'ldirlaring uni. Xo'jayin, men uni o'ldirishga harakat qilyapman, lekin ahvolim yomonlashdi. Mana u shu yerda. Ey Grox, sen bizni hayotda ushlay olmaysan. Gapingga javob berasanmi? Ey, u orqamizda. Qani orqamdan tezroq tush. 5 minut oldinroq chiqsak yaxshi bo'lardi. Ey, o'zi biz qayerga qochyapmiz? Faqat bu eshikka emas. Oy, qani bu yoqqa kelinglar. Sevat, men senga ishonaman. Sen meni bu yerdan olib chiqib ketasan. Ay, bilin, bu yer tupik ekan. Yo, xudoyim. Qani jim bo'l. Xo'jayin, shoshmang. Xo'jayin, men sizga u yerga tushishni maslahat bermayman. Qayerdan bilasiz? Balkim ularning qurol yaroqlari ko'p bo'lsa, o'zimiz bilan bu yerga bir nechta qo'riqchilarni olib kelamiz. Menimcha ular ketishdi. Ular bilishmaydi biz yer to'lada ekanligimizni. Balkim ular eshik orqasiga yoshingandir. Qani kelaver, faqat sekingina yur. Men qo'rqyapman, balkim ular chiqib qolsa. Senda qurol yaroq bormi? Yo'q, menda qurol yarog' yo'q. Bu xonaga e'tibor berma. Nega? Bu yerda hammasi joyida ekan. Padaringga la'nat sanlani. Yo'q, bu eshik emas ekan. Bu qasrda nimalar bo'lyapti o'zi? Iltimos, meni qutqaringlar. Men hech nima qilmadim. O'lishni xohlamayman. Uzr, keyingi safar qutqaramiz. Bizni o'zimiz hozir yordamga muhtojimiz. Bo'ldi, mana biz bu yerni topdik. Qarachi, bizni qo'riqchilar kuzatmayaptimi? Yo, xudoyim, men anchadan beri osmonni ko'rmagandim.
Qani tezroq orqamdan. Yelkamni chuquri ko'rsin, bu yerdan quyon qilamiz. Hozir men seni qishlog'imizga olib boraman. Qoyil, eshitilishi yomonmas. Men tayyorman.